hozirgi kunda ozish emas, qayta semirmaslik asl muammo. Qayta semirmaslikni ildizini topmoqchi bo'lsangiz, bugun oxirigacha o'tirishingiz kerak. Defitsitlarni yopmagan holatda ochlik qilib hushidan yetib qolganlar bor. Biz aytamiz, men nafsim yomon, men irodasizman, men sabrsizman, meni qo'limdan kelmaydi, men nonsiz yasha olmayman, men nonni ham nonsiz yeyman, men qornim ochib ketgan agar normal ovqat yemasam, men asabiylashib ketaman, uchragan narsani yeb tashlayman. Siz eringiz bilan doimiy atlashingiz yaxshi emas, chunki semirib ketgansiz. Oynaga qarasangiz yoqmaydi. Magazinlarga borsangiz, hali gapirishingizdan oldin yo'q, siz razmeringiz yo'q, kenayi deydi yoki ko'chadagilar opoqa deyishni boshlaydi sizni. Xola deb murojaat qilishadi. O'zi asli 25 ga 27 ga kirgan yoshgina ayolsiz. Sizni opa deyish kerak. Lekin sizni opa demaydi yoki singlim demaydi. Xola deydi. Semizlik agar genga bog'liq bo'lganda, va dietologlik qilmagan bo'lardim. Semizlik bu ko'p ovqat yeyishdan, kam harakatlikdan paydo bo'lgan bu ko'rinishdagi ortiqcha vazn emas. Ya'ni har kuni hayotingiz davomida nimadirlar yeb yashaysiz. Ya'ni chekagim tinmaydi, Osiyopa, men постоянно ovqat yeyman degan insonlar bor. Ovqat demaydi o'zi aslida. Men ovqat yemayman Osiyopa deydi. Sochiga nimani dumiga sochi ulanadi, o'shani uchib yuradigan ajdarhosiga sochi ulanadi, ulangandan keyingina o'shani uchishi boshlaydi. Endi nima qiladi insulin gormoni? Siz ovqat yeyishdan o'zingiz bosolmayapsiz, chunki oldin insuliningiz kichkina edi. 4 5 edi, 6 edi. Endi hozir sizning insuliningiz 11 yoki 11 dan baland yoki 12, balki 15 dir. 15 bo'lgandan keyin sizda уже avtomatik ishtaha doim baland bo'ladi. Постоянно insulin gormoni baland inson постоянно qorni ochaveradi. Birpasda qorni ochib qoladi. Bu gormon o'z normasiga qaytgandan so'ng nimalar yuz beradi? Dietasiz ham qayta semirmaysiz, qorin ketadi, razmerdagi kichrayishni boshlaydi, tanadagi qora dog'lar, toshma va papillomlar ketadi va tez ozishni boshlaysiz. Insulin tushgandan keyin qorin ketadi, yog' ketadi va mana shunaqa 1 oy 2 oyda 20 kilo ozib, insonning qorni yo'q bo'lib, xuddi kirib ketadi ichiga. Insulin tushgandagi natijalar bilan kortizol gormonining balandligi insonlarda atoklarni yig'adi. Ertalab turganingizda qo'llaringiz ishgan, mundoq qilib qo'lingizni bossangiz, qo'lingiz bundoq ichga cho'kib ketadi, oyoqlaringiz ishgan, yuzlaringiz ishib ketgan, qo'llaringiz ishib, ko'zingiz mana bu yerda osilib qolgan. Ko'zimni oldirishim kerak, grijam bor ekan degan xayollarga borasiz. Ko'zingiz sayda shishlar bor. Bu tarafdan kezib chiqsangiz ham yana o'sha joyga qaytib kelaverasiz. Bu tarafdan yursangiz ham yana o'sha joyga qaytib kelaverasiz. Ya'ni semizlikka qayta qaytib kelaverasiz. Chunki siz aniq yo'lni bilmaysiz. Sizda yo'q karta. Agar kortizol gormoni uyquni blok qilsa, siz ozishdan to'xtaysiz. Chunki bizning yog'imizni erituvchi gormon somatotrofen gormoni. Qaranglar, kortizol gormoni baland bo'lganda yuz qanaqa ko'rinadi? Kortizol gormoni normada bo'lganda, suvlar chiqib ketganda yuz qanaqa bo'ladi? Assalomu alaykum azizlarim, sog'misiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan birgalikda dietasiz ozishni o'rgatuvchi va qayta semirmaslikni kafolatlovchi ozish yo'lidagi 4 qadam haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Men Osiyo Ismailova, nutritsiolog, dietologman va 11 yillik tajribaga egaman. Hayotim davomida sizlar hozirgacha qilib ko'rgan hamma narsani ozish yo'lida qilib ko'rganman va shu xulosaga keldimki, agar mana shu men sizlarga hozir tushuntiradigan 4 ta qadamdan o'tmasanglar va 4 ta qadam haqida tushunchaga ega bo'lmasanglar, qayta inson semirib umrini, vaqtini har xil dietalarga, sog'liqni sinishiga sababchi bo'ladigan yordam emas, zarar keltiruvchi dietalarga sarflashi mumkin. Demak, bugun sizlarga o'tadigan darsim bepul. Darsni oxirigacha o'tiringlar. Demak, darslar kimlar uchun? Qayta semirmaslikni istayotgan barcha uchun, dieta tuta olmaydigan, shirin taomlarni yaxshi ko'radigan, yog'li ovqatlarni yaxshi ko'radigan, xamirli, ya'ni pitsa, gamburgerlarni, shirinliklarni doimiy yegisi keladigan insonlar ham bugun oxirigacha o'tirishlari kerak. Sport va dietadan sekin ozayotgan yoki umuman natija olmayotgan, balkim sportga borib ham semirayotgan insonlar ham bor. Mana shunday insonlarni ham bugun darslar aynan sizlar uchun. Ozish uchun hamma dieta, dori va kokteyllarni ham sinab ozib, ammo 2 baravar qayta semirayotganlar uchun, ozish uchun endokrinolog, dietolog bilan ishlab ham natija ko'rmaganlar uchun, dieta va sportsiz 2 oyda 5 kilogramdan 45 kilogramgacha vazn tashlashni istaganlar va qayta semirmaslikni istaganlar uchun bugungi darsimiz bo'lib o'tadi. Darsni oxirigacha o'tirganlarga maxsus sovg'alarim bor. Bu sovg'a to'g'ri bozorlik qilish. Ya'ni 500 ming so'mga korzinkadan yoki bozordan borib uyingizga
produktlar sotib olasiz va ana shu produktlarni qaysi birini sotib olish kerak, qaysi biri semirtirishi mumkin insonni, qaysi biri ozdiradi. Va semirtiruvchi mahsulotlar bular arzonu, ozdiruvchi foydali mahsulotlar qimmat bo'ladi emas. 500 ming so'mgina pulga sizga to'g'ri bozorlik qilish sirlarini o'rgataman. Agar siz mana shu bozorlik qilish sirlari darsligini qo'lga kiritadigan bo'lsangiz, siz ozish uchun birinchi qadamni va eng to'g'ri qadamni va maqsadni qo'ygan bo'lasiz. Chunki to'g'ri produktni tanlay olish bu insonni to'g'ri hayot boshlashiga, nafaqat ozishiga, qonini suyuq bo'lishligi, davleniyasini oshmasligi, qandli diabetga chalinmasligi, jigari yog' bosmasligi uchun qilinadigan birinchi to'g'ri tanlov bo'ladi. Demak, eslatib o'taman, ushbu bepul darslikni bugun mana shu darsni oxirigacha o'tirgan insonlarga beriladi. Darsni oxirigacha ko'rganlarga maxsus sovg'alarim bor. Ulardan yana bittasi qayta semirmaslik mini kursi. Qayta semirmaslik hozir eng katta global muammo. Semirish yoki ozish, semirish demay, ozish hozirgi kunda umuman problema emas. Ko'ryapsizlar, hozir juda ham ko'p dorilar, ukollar, har xil narsalar bor. Ya'ni bir necha kiloga insonlar ozib olyapti. Ammo o'sha ozishga qilinayotgan harakatini to'xtatgandan keyin u dori bo'ladimi, ukol bo'ladimi yoki dieta turi bo'ladimi, qandaydir bajarib bo'lgandan keyin qayta semirish 2 baravardan ham oshib ketyapti. Va ikkinchi baravarida o'sha nafs yana ham jilovdan chiqib ketgan, nafs yana ham kattalashib ketgan holatda bo'lyapti. O'shaning uchun hozirgi kunda ozish emas, qayta semirmaslik asl muammo. Qayta semirmaslikni ildizini topmoqchi bo'lsangiz, bugun oxirigacha o'tirishingiz kerak. Bugun oxirigacha o'tirganingizda men qayta semirmaslik uchun 4 ta qadamdan tashqari sizga qayta semirmaslik sirlarini o'zida saqlagan mini kursini ham sovg'a qilib beraman. Demak, men yana bir bor esataman, 11 yillik tajribaga ega dietolog, nutritsiologman. 70 mingdan ortiq insonlarni 5 kilogramdan 70 kilogramgacha sport va dietasiz qayta semirmasligiga sababchi bo'lganman. Men ham sizlar kabi 120 kilogram semirib ketgan vaqtim bo'lgan. Va men ham har xil xatolarni qilganman. 5 mahal ovqatlanish deysizlarmi? Yog'siz ovqatlarni yeb, ichim qotib, qabziyat bo'lib qiynalgan paytlarim bo'lgan. Dietalar qilganman, mono dietalar qilganman. Mono dietalar bular bir yoki 2 xil mahsulotdan bo'ladigan dietalarga kiradi. Masalan, grechka bilan qatiq, apelsin bilan olma degani chiqdi endi. Masalan, olma bilan qanaqadir karom, mana shunga o'xshagan insonda xorsizlik paydo qiladigan, hayotga bo'lgan qiziqishni so'ndiradigan, motivatsiyani o'ldiradigan dieta deb bilaman. Mana shunday qanaqa dietani ham qilayotganlar ichimizda ko'pchilikni tashkil etadi. Ochliklar qiladiganlar bor. O'zlari bilib bilmay ochlikka qanday kirishni tushunmagan holatda, defitsitlarni yopmagan holatda ochlik qilib hushidan ketib qolganlar bor. Ozdiruvchi kokteyllar, kofelarni ichib qorni og'rib qolgan, yuragi o'ynab qolgan yoki bo'lmasam ozsa ham tezda yana o'zini vaznini qaytarib olgan insonlar bor. Haqiqiy ozish ilmini izlab juda ko'p joylarda tahsil olganman. Rossiya Federatsiyasini Nutritsiologiya akademiyasida tahsil olganman. Istanbul Kent universitetida dietologiya va to'g'ri taomlanish fakultetida ham tahsil olganman. Niderlandiyani universitetida nutritsiologiya bo'yicha ilm olganman. Hozirgi kunda Buchon universiteti Toshkentdagi Koreya texnologiyasi, Koreya yo'nalishi va Koreyadagi o'sha professor olimlarni ilmidan kelib chiqib hozir nutritsiologiya, dietologiyani o'rganyapman. U yerda juda ham kuchli mutaxassislardan dars olib, o'zimni malakamni oshirmoqdaman. Tushundimki, inson qayta semirishi yoki oza olmasligi sababi dieta va sportga emas, o'rtoqlar. Asosan gormonlarimizga bog'liq. Biz aytamiz, men nafsim yomon, men irodasizman, men sabrsizman, meni qo'limdan kelmaydi, men nonsiz yasha olmayman, men nonni ham nonsiz yeyman, men qornim ochib ketganda agar normal ovqat yemasam, men asabiylashib ketaman, uchragan narsani yeb tashlayman deb o'ylaysizlar. Aslida mana shunday holatlaringga sizlarning tanalaringdagi defitsitlar sababidan paydo bo'lgan gormonal buzilish holati hisoblanadi. Va bugun ana shu asosiy 4 ta gormon haqida sizlar bilan gaplashamiz. Mana shu gormonlarni agar birin-ketin hammasini joyiga qo'yadigan bo'lsak,
Albatta, mana shu yuqorida aytgan voqealar, ya'ni qorin tez ochib ketishi, qayta shirinlikka bo'lgan muhtojlik, asabiylashish, o'sha qorin ochganda hech narsani hech kim tanimaslik, mana shunaqa holatlardan qutulasiz. Demak, bugun sizlar bilan sizni ozishingizga qarshilik ko'rsatayotgan va ozganingizdan keyin qayta semirayotgan 4 ta gormonni birgalikda azizlarim ko'rib chiqamiz. Demak, diqqat bilan iloji bo'lsa qo'lingizga albatta ruchka bilan daftar olib oling. Agar qo'lingizda analizingiz bo'lmasa, ruchka bilan qog'oz olsangiz, albatta men sizga aytayotgan narsani ulgurganingizni yozib olsangiz, bu sizga faqat foyda olib keladi. Agar men yana 120 kilogramm vaznimga qaytib qolsam, ayni bugun sizlarga dars davomida tushuntirilgan 4 ta gormonimni o'zini normasiga solgan bo'lardim. Afsuski, u paytda menga o'zimga o'xshagan gormonlar ilmini chuqur o'rgangan va o'zini hayotda sinagan va qolaversa 70 mingdan ortiq insonlarga o'rgatib, ularda natija olib malakasini oshirgan va har yili o'zini ustida ishlab, doimiy universitetlarda o'sha ta'lim olib harakat qiladigan bir insonni men uchratmaganman. Menga to'g'ri ilm berilmagan va shuning orqasidan ko'p marta boshim devorlarga urilgan va ana shu xatolar davomida bir necha yillar vaqtim ozishga sarflangan. Va mana shu narsani sizlarda xohlamayman. O'shaning uchun sizlarga o'sha 11 yillik tajribamdan kelib chiqib, sizlarga hozir o'zimni ilmimni ko'rsatmoqchiman. Eslatma qilib aytaman, darsimiz siz ko'rgan har qanday ozish bo'yicha ko'rgan videolaringizdan jiddiyroq va uzunroq bo'ladi. Darsni bir o'tirishda tinch xonada ko'ring. Maslahatim, dars ko'rishdan oldin daftar ruchkangizni olib oling. Semizlik genga bog'liq emasligiga ishonch hosil qiling. Semizlik agar genga bog'liq bo'lganda, hozir men sizlarning ro'paralaringda 100 kiloni atrofida o'tirmagan bo'lardim, va ko'rishmagan bo'lardik va diyetologlik qilmagan bo'lardim. Meni qo'limdan keldimi? Demak, sizni ham qo'lingizdan keladi. Semizlik bu gormonlar faoliyati buzilishidan kelib chiqqan kasallik hisoblanadi o'rtoqlar. Ha, kasallik hisoblanadi. Semizlik bu ko'p ovqat yeyishdan, kam harakatlikdan paydo bo'lgan bu ko'rinishdagi ortiqcha vazn emas. Azizlarim, kim semiz ekan, biling uni tanasida o'zgarish boshlangan. Unda gormonal fonida buzilishlar bor va qaysi buzilishlar bo'layotganini birin-ketin bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Uni dieta va sport bilan davolay olmaysiz. Hozir gormonlarni tushuntirish jarayonimda dietalar nima uchun ishlamasligini yaxshi tushunib olasiz. Tez och qolish agar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, shirinlikka bo'lgan kuchli xohishni o'zingizda sezayotgan bo'lsangiz, tananing ba'zi qismlarida qorayishlar, xususan bo'yin atroflarida, ko'krikning teglarida, qo'ltiq ostida va o'sha oyoqlarning orasida, intim zonalarda qorayishlar bo'lsa, papillomalar ko'rayotgan bo'lsangiz, yuzingizni, mana shu jag' qismingizni teglarida, bo'ynlaringizda, orqalaringizda, hattoki ko'zingiz tagida ham agar papillomalar paydo bo'layotgan bo'lsa, qayta semirish holatlari bo'lsa, siz shu gormon bilan bog'liq muammo bor. Qaysi gormon desangiz, bu insulin gormoni. Insulin gormoni haqida siz eshitgan ma'lumotlar bordir, balki kimdir umuman insulin gormoni nima ekanligini bilmas. Hozir insulin gormonini sizlar bilan nima ekanligini avvalo gaplashamiz. Demak, insulin gormoni bu bizning oshqozon osti bezimiz ishlab chiqaradigan gormon. Oshqozon osti bezi nima o'zi deb so'rashingiz mumkin. Oshqozon osti bezi bizning o'sha tanamizda, jismimizda chap tarafimizda oshqozonni tagida joylashgan a'zo. Oshqozon osti bezining asosiy vazifasi bizaga birinchi o'rinda insulin gormonini ishlab chiqaradi. Insulin gormoni bu oqsilli gormon. Bilasizlar, biz yeyotgan ovqatimizda yog' bor, uglevod bor, oqsil bor. Oqsil bu go'shtli mahsulotlar, sutli mahsulotlar, o'simliklardan olinadigan oqsillar bor. Oqsil haqida gaplashganimizda bu haqida chuqurroq tushuntiraman. Hozir aytmoqchimanki, insulin gormoni strukturasi, ya'ni tuzilishi oqsilli gormon hisoblanadi. Va bu gormon biz mana shu suvdan boshqa любой narsaga uyg'onadi. Bu gormon oshqozon osti bezida ishlab chiqariladi. Oshqozonimizga suv ichganimizdan keyin bu gormon suvda kaloriya yo'qligi uchun bu gormon uyg'onmaydi. Ammo hozir mana shu suvga men bir qoshiq sut qo'shsam, katta qoshiqda, yoki bo'lmasam kakao qo'shsam, yoki bo'lmasam qanaqadir bir sokni aralashtirib qo'yadigan bo'lsam, narsa yeyishni gapirmayapman. Suvni o'zini gapiryapman. Agar biz mana shu suyuqlikka qanaqadir narsa qo'shib qo'yadigan bo'lsak, masalan sut qo'shadigan bo'lsam, sutning tarkibida bilasizlar, oqsil bor,
uglevod bor, ya'ni laktoza bor. Srazu oshqozonga tushgandan keyin oshqozon orqali ichakka o'tadi, ichakdan qonga so'riladi va insulin gormoni mana shu qonda so'rilgan, qonga o'tgan, mana shu suvga aralashgan oqsil va uglevodlarni kletkaga olib kirishga harakat qiladi. Buni vazifasi shu. Nimaga unday qiladi? Agar bizni qon tomirimizga ovqat borsa, qonda shakar miqdori ko'tariladi, bilasizlar. Analiz topshirgan bo'lsanglar kerak. Qonga analiz topshirgani borsak, poliklinikalarga och qoringa oladi, keyin ba'zida to'q qoringa ham oladi. Ya'ni och qorinda, ya'ni hech narsa tushmaganda oshqozonga qondagi glyukoza 5, 4,5, 5,5 chiqishi mumkin. Lekin ovqat yeganimizdan keyin analiz topshirsak 6,5, 7, 8 chiqishi ham mumkin. Mana shundan bilsanglar bo'ladi. Biza oshqozonimizga ovqat tushgandan keyin u ichakka boradi, ichak orqali qonda so'rilganda ana shuni qondagi shakar miqdorini bizani analizlarimiz ko'rsatib beradi. Demak, insulin gormoni vazifasi nima? Insulin gormoni biz qon tomirimizga yegan ovqatimizni tashlab berganimizdan keyin insulin gormoni vazifasi uni bizani hujayramiz ichiga olib kirish. Agar hujayrani ichiga olib kirmasa, bizda quvvat ham bo'lmaydi, energiya ham bo'lmaydi. Ya'ni insonni ovqat yeganda qonda suzib yurgan ovqatdan energiya olmaydi. Qondagi bizani ovqatimiz oshqozondan qonga o'tdi. Qondan kletkaga kirgandagina bizani kletkamiz ichida mitoxondriya bor. Mitoxondriyani ichida bu mitoxondriya bizani tanamizning elektr stansiyasi. Elektr stansiyasiga insulin gormoni bizani mana qon tomirimizda ovqat turibdi. Mana bu insulin gormoni. Insulin gormoni ovqatni olib, yetalab olib kelib kletkani ichiga tiqadi. Kletkani ichiga tiqqanda kletkani ichida mitoxondriya bor. Mitoxondriyadan energiya ishlab chiqaradi va biz turib, yurib, o'zimiz vazifalarni bajarib, maktabga, o'qishga, ishimizga bora olamiz, chunki bizda bunga quvvat bor. Ovqat yeb oldik. Ovqat yeganimizdan keyin bizga energiya kiradi. To'g'rimi? Agar insulin gormoni shu ishni bajarmasa yoki bir xil insonlar bor, bilasizlar, qandli diabetga chalingan birinchi tipi bor. Qandli diabetda ikkita turi bor. Bir xil bittasi orttirilgan qandli diabet. U noto'g'ri ovqatlanish natijasida ko'pgina qonga постоянно shakar uglevod tashaverganimizga, постоянно qonga ovqat tashaganimizga insulin gormonini ishlab chiqarish ko'payib ketgan. Oshqozon osti bezi insulin gormoni ishlab chiqaraveradi. Masalan, normada 6 bo'lish kerak bo'lsa, analiz topshirganingizda insulin gormoningiz 20 gacha ko'tarilib ketadi. Mana shunaqa 20 gacha ko'tarilib ketganda sizda qandli diabet boshlanadi. Tushundingizmi? Demak, saharli diabet ko'p insulin gormoni oshib ketganda paydo bo'lar ekan va ikkinchi turi, ya'ni davosi yo'q turi, bu birinchi tip hisoblanadi. Unda oshqozon osti bezi umuman insulin gormoni ishlab chiqarmaydi. Mana shu opasniyroq. Insulin gormoni oshqozon ostida ishlab chiqarmagandan keyin siz ovqat yedingiz, qonga sahr tushyapti, qonda shakar oshishni boshlayapti, 6 bo'lyapti, 7 bo'lyapti, 8 bo'lyapti. Zavtrak qildingiz 6 ga ko'tarildi, obed qildingiz 7 ga ko'tarildi, ujin qildingiz 8 ga ko'tarildi. Insulin gormoni oshqozon ishlab chiqarmayapti. Ya'ni olib, masalan, aeroportdan qaysi chet el davlatiga bordingiz. Tilni bilmaysiz, hech narsani tushunmaysiz. Aeroportdan tushdingiz, sizni kutib oladigan inson yo'q, telefon qilyapsiz, ko'tarmayapti. Yo'q. Qayerga ham borardingiz? Tilni bilmasiz, hech kim bilmasiz. Mana shu aeroportda o'tiraverasiz. To'g'rimi? Holsiz bo'lasiz, qorningiz ochishni boshlaydi, qorong'i tushadi, qo'rqishni boshlaysiz, panikaga tushasiz, ya'ni stressga tushishni boshlaysiz. Sizni olgani hech kim kelmayapti. Sizdan pul olib sizni kutib olaman degan odamdan asar ham yo'q. Lekin ana shu inson vaqtida yetib kelsa, sizni olib mehmonxonaga olib borib joylashtirsa, ko'ngil xotirjam, problema yo'q, isterika yo'q, panika yo'q. Xuddi shunga o'xshab, agar insulin gormoni oshqozon ostida ishlab chiqarmasa, mana shu qonda shakar miqdori oshib borib, oxiri inson komaga tushib qoladi. Bilsanglar kerak, masalan, bu qanaqa holatda bo'ladi? Stress bo'lganda oshqozon osti bezi ishlamay qoladi, beta kletkalar o'lib qoladi. Qandli diabetning birinchi turi shunaqa bo'ladi. Balki siz tanishlaringizda, yaqinlaringizda, qarindosh urug'laringizda shunaqa holat bo'lgandir, komaga tushib qoladi. Komaga tushib qolgandan keyin doktorlar uni sirazi o'ziga keltiradi, qondagi shakarni tozalashadi va sirazi insulin gormonini ukolini qilishadi. Insulin gormonini olgandan keyin qondagi shakar sekin tushishni boshlaydi. Chunki insulin gormoni nima qiladi? Olib, o'sha ovqatni yana kletkaga, mitoxondriyaning ichiga olib kirishni boshlaydi, qondagi shakar tushishni boshlaydi. Tushunasizlar-a? Insulin gormoni o'zi bunda olib qaraganda juda ham kerakli gormon. Insulin gormonini oshqozonimiz ishlab chiqarmasa, oshqozon osti bezimiz bu opasniy narsa. Ya'ni butun umr insulin olib yurishga majbur bo'lamiz. No,
hamma narsada o'zini normasi bo'lishi kerak. Demak, insulin gormoni qachon buziladi? Normadan oshganimizda, haddimizdan oshganimizda. Masalan, 5 mahalli ovqatlanyapsiz. Insulin gormoni ertalab choy ichganingizda, zavtrak qilganingizda uyg'ondi. Chunki uning vazifasi siz zavtrakingizni kletkaga olib kirib sizga quvvat berish. To'g'rimi? Quvvat berish, yegan oqsilingizdan sizga material berish, sizni suyaklaringizga, mышцalaringizga, gormonlaringizga, immunitetingizga, ya'ni juda ham ko'p vazifalarni bajaradi. Nima vazifalarni bajarishi oqsilni keyinroq gaplashamiz. Xullas, insulin gormoni ovqatingizni olib kletkaga olib kirdi va qonda 2 soat suzib yuradi insulin gormoni. Ya'ni men sizlarga yuqorida aytdimki, insulin gormoni suvdan boshqa любой narsaga uyg'onadi o'rtoqlar. Любой narsaga bitta qurut solib qo'ysangiz ham yoki qurut shimsangiz ham yoki farzandingizdan qolib ketgan, o'zingiz zavtrak qilmoqchi emassiz, insulin uyg'onmasin, ozmoqchiman deysiz, zavtrak qilmayapsiz. Lekin farzandingiz ovqatini yeddi, ozgina tuxumni tashlab ketdi yoki bitta pechennizni tashlab ketdi. Hech narsa bo'lmaydi, shu bilan nima bo'lardi deb turib, ana shu narsani og'zingizga solsangiz, sirasiz sizni qoningizda insulin gormoni uyg'onadi. Tushunasizmi? Bu fiziologiya. Demak, insulin gormoni olma yeganingizdan keyin uyg'ondi. Endi olmani tozalab bo'lib qoningizdan endi joyiga o'tiraman deganda, siz obed qildingiz. Endi obedingizni tozalab, oshqozoningizdagi o'sha qonga o'tgan qonni tozalab, endi joyiga o'tiraman desa, siz yana banan yeysiz. Chunki dietolog 5 mahal kam-kamdan ovqatlanib yegin deb qo'ygan sizga. Mana shunaqa qilib siz sekin-sekin insulinni oshirib boraverasiz. Insulin ajralishdan to'xtamaydi. Chunki har 2 soatda uni uyg'otishga majbur qilyapsiz. Balki bir xilgilar bordir, uyda o'tiradigan uy bekalari bordir, sizlar постоянно yersizlar. Даже 2 soat ham o'tmas. Uni yeysizlar, buni yeysizlar, un bilan yeysizlar, bu bilan yeysizlar. Endi dasturxonda yig'ishsiz, xo'jayiningiz kirib keladi, o'tirib un bilan choy ichasiz. Endi dasturxonda yig'ishsiz, ovsiningiz gapiradi, o'tirib un bilan choy ichasiz. Ya'ni har kuni hayotingiz davomida nimadirlar yeb yashaysiz. Ya'ni chekagim tinmaydi, Osiyopa, men постоянно ovqat yeyman deydigan insonlar bor. Ya'ni ovqat demaydi o'zi aslida. Men ovqat yemayman Osiyopa deydi. Nima qilasiz ovqat yemasangiz desam, bir narsalar suxamyatkalar yeyman, u bu narsalar, lekin odamga o'xshab o'tirib ovqat yemayman deydida va o'zini shunaqa qilib kam narsa yeyman deb ko'radi. Lekin o'sha mana shunaqa insonlar bo'lsa, sizga bitta nimam bor, maslahatim bor, bitta sinab ko'ring. Masalan, siz kun davomida nima yeyotganingizga e'tibor qiling. Kofe bo'lsa, bitta kofe yedingizmi, bitta kofeni chetga olib qo'ying. Bitta bir bo'lak olma yedingizmi yoki bitta olma yedingizmi, o'sha bitta olmani yana bitta o'sha joyga qo'yib qo'yingda, kun davomida nima yeyotgan bo'lsangiz, o'shani bitta joyga to'plashni boshlang. Va kechqurun ana shuni ko'rib chiqing, nimalar yeganingizni. Siz o'zingizni narsa yemayapman deb o'ylaysiz va mana shunaqa 5 mahalli ovqatlanganda kichkina porsiyada narsa yeyasiz, qoningiz deyarli to'ymaydi. Ya'ni kaloriyali, yog'li, mazza qilib go'shtlarni, shashliklarni yeyolmaysizda. Yog'siz mana shunaqa ovqatlanasiz, birinchidan siklingiz buzilishni boshlaydi, soch to'kilishni boshlaydi, badaningiz qurishni boshlaydi, hayzdan oldin og'riqlar boshlanadi, zreniya tushishi boshlaydi. Plus gormonni oshirib olasiz. Insulin gormoni постоянно uyg'otgani uchun gormoningiz oshib ketadi, ya'ni buzilasiz, gormonni funksiyasini buzasiz. Insulin gormoni normasi o'zi necha azizlarim? Insulin gormoni normasi 6 dan oshmasligi kerak. 6 dan oshmadi degani sizni kletkangiz ochiq degan. Ya'ni mamdaqa qilib kletka ochilib turadi. To есть ochilib turmaydi. Insulin gormoni ovqat yeganingizdan keyin insulin gormoni sizni ovqatingizni olib, eshikka kelib, eshikda mana shu bizani kletkamiz eshiklarida antenaga o'xshagan mamdaqa antenalar bo'ladi. Mana shu antenaga kelib ulanadi. Ana Avatar kinosini ko'rgan bo'lsanglar, sochiga, ana nimani dumiga sochi ulanadi. O'shani uchib yuradigan ajdarhosiga sochi ulanadi. Ulangandan keyingina o'shani uchishi boshlaydi. Ko'rgan bo'lsanglar o'sha kinoni. Bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Insulin gormoni ana shu bizani kletkamiz atrofida turgan antenalarga ulanadi. Ulangandan keyin o'sha ulanish orqali bizani yegan ovqatimiz mana bu kletkaning ichiga joylashadi, tushunasizmi? Joylashadi. Endi insulin gormoni 6 dan ko'tarilib ketganda mana antenalar bitta kamayadi. Masalan, 4 ta antenangiz bor edi. Insulin gormoni 7 bo'ldi, 3 ta qoldi. 8 bo'ldi, 2 ta qoldi, 9 bo'ldi, 10 bo'ldi, 11 bo'ldi. 11 ga yetib borganda o'sha sizda insulin rezistentlik, masalan 6 bilan 11 o'rtasida insulin rezistentlik holati bo'ladi. 11 dan keyin esa giperinsulinemiya. Giperinsulinemiya degan sanga yaqinda ursanda sahr boshlanadi, bo'ldi, o'zingni bos degani. Tushunasizmi? Endi nima bo'ladi? Insulin gormoni ortib boraveradigan bo'lsa, mana shu antenalar ketib svязь to'xtaydi. Ya'ni mana bu yerga kiruvchi, eshikni ochuvchi vositalar yo'q. Endi nima qiladi insulin gormoni? Siz ovqat yeyishdan o'zingiz bosa olmayapsiz, chunki oldin insuliningiz kichkina edi. 4 edi, 5 edi, 6 edi. Endi hozir sizning insuliningiz 11 yoki 11 dan baland yoki 12, balki 15 dir. 15 bo'lgandan keyin sizda o'sha avtomatik ishtaha doim baland bo'ladi. Постоянно insulin gormoni baland inson, постоянно qorni ochaveradi.
birpasda qorni ochib qoladi. 1 soat oldin bir narsa yeganda 1,5 soat oldin qornim ochib ketdi, o'rtoqlar yuringlar ovqat yeylik deydi. Tushunyapsizmi? Chunki unda insulin baland. Insulin baland bo'lgandan keyin sizdan ovqat so'raydi. Ber ovqat bizga ovqat ber, biz ko'payib ketdik, biz olib kirishimiz kerak deydi. Va qondagi shakarni tushirib yuboradi. Qo'llaringiz qaltirab, qorningiz ochib ketadi va ovqat yeysiz. Ovqat yeyishingiz bilan insulin gormoni birpasda oladida, qarasa, antennalar yo'q, eshik yopiq, kletka yopiq. Sizga quvvat bo'lmaydi endi ovqat. Birpasda qorningiz ochib qolaveradi. Nima qiladi? Jirovoy kletkalarimiz bor bizada. Depoyimiz bor, ya'ni omborxonamiz bor. Yog' to'playdigan omborxona zaxira sifatida. Ana aytishadi-yu, och qolib ketsang, nima bo'ladi? Zaxirangga yog' to'planadi deydi. O'zi aslida och qolib ketsangiz emas, ko'p ovqat yeganingizda, yegan ovqatingiz kletkani ichiga kira olmasdan, endi sizni kletkangiz atrofidagi jirovoy depoga kengayib ko'payishni boshlaydi. Birinchi o'rinda qayerdan bilasiz, hurmatli ayollar? Belingiz atrofi 80 santimetrdan ko'payib ketadi. Agar 80 santimetrdan ko'paygan bo'lsa, biling sizda 100% insulin rezistensiya bor. O'lchab ko'rishingiz mumkin darsdan keyin. Aynan belimiz atrofida yog' to'planishni boshlaydi. Mana shu sizni kletkangizga emas yegan ovqatingiz endi tashqariga ko'payayotganini biladi. Ovqat yeganingizda energiya berishi bu 2 soat ichida bo'ladi. Chunki 2 soat ichida qonda ovqatingiz aylanib yurishi mumkin. 2 soatdan keyin u ovqat qondan sug'urib olinadi, jirovoy depoga tashlanadi. Tushundingizmi? Agar jirovoy depoga emas, kletkani ichiga kirganda sizni qoningiz 5 soat, 6 soat ham to'q turadi. Chunki sizga energiya stansiyasiga kirdi. Endi energiya stansiyasi sizga energiya ishlab chiqaryapti. Sizda insulin balandligi uchun yegan ovqatingiz qondalik paytida siz normal yurasiz, 2 soatda qonda tushib ketadi. Sizni ovqatingiz yog' bo'lib, zaxira bo'lib to'planishni boshladi. Chunki insulin gormoni baland. Kletkani ichiga kira olmayapti. Mana antennalarimiz bo'ldi. Bitta to'kilib o'ldi. Bo'ldi, endi svязь yo'q. Tushundingiz-a? O'shaning uchun ham insulin gormoni normada 6 gacha bo'lishi kerak. Bu ideal ko'rinish, kletkalar ochiq hisoblanadi. Antennalar hammasi bor. Yegan ovqating senga quvvat bo'lyapti degani. Xullas kalom, insulin gormoni 11 dan oshib ketgandan keyin qandli diabetga moyillik ko'payadi, chunki insulin gormoni o'sha shakardagi biz qon tomirimizga tashab qo'ygan ovqatni hammasini emas, yarmini olishni boshlaydi. Chunki bu yoqda jirovoy depo yoqqa to'lib bo'ldi, kletkalar yopiq, nima qilishni bilmaydi. Yarmini olishni boshlaydi. Shu sabab bilan bizda ikkinchi tip qandli diabet boshlanadi. Qondagi shakar tozalanmaganligi uchun, ya'ni insulin gormoni oshib ketdi, qondagi shakar tozalanmadi. Va bundan tashqari insulin gormoni sekin-sekin bizda papillomalar o'stiradi, badanlarimizni qoraytirishni boshlaydi, kista miyomlar o'sishni boshlaydi. Tushunarligi? Demak, insulin gormoni mana shunaqa gormon. O'zini normasiga qanday qaytaramiz? Biza perikuslarni yo'qotishimiz kerak. Deb har 2 soatda ovqat yemasligimiz kerak. Obedda, nonushtada, obedda o'shunda qilamiz, oradagi perikuslarni yo'qotamiz va insulinni oshiruvchi qozon kabob, osh, lag'mon, chips, kola, shakari yuqori bo'lgan mahsulotlarni yemaymiz. Bu gormon o'z normasiga qaytgandan so'ng nimalar yuz beradi? Dietasiz ham qayta semirmaysiz, qorin ketadi, razmerdagi kichrayishni boshlaydi, tanadagi qora dog'lar, toshma va papillomalar ketadi va tez ozishni boshlaysiz. Insulin tushgandagi natijalar mani yengil bo'ling kursimda qatnashgan bola, mana shu bola hali ham esimda, mana shu bo'ynidagi holatni, Osiyopa, meni hozir bo'ynimni rasmga olib sizga tashlayapman deb tashadi. Bormagan doktorim qolmadi, bo'ynimdagi dog'ni ketkiza olmayapman. Iltimos menga yordam bering dedi. 20 kundan keyingi, mana adashmayapman, ya'ni yolg'on ma'lumot emas, 20 kundan keyingi bo'ynidagi rasmlarni ekranga qaranglar. Mana shu 20 kundan keyingi holat ko'rasizlarmi? Insulin tushirganimizdan keyin jigar tozalanishni boshlaydi. Insulin tushgandagina jigar o'zini yog'ini tozalab, toksinlarni chiqarishni boshlaydi. 20 kundan keyin bo'ynidagi holatni yuborgan xursand bo'lib, shunchalik darajada tozalanish mumkin, albatta mumkin. Buning uchun to'g'ri yo'nalish bo'lishi kerak. Va 20 kun emas, o'sha bu keyingi natija 1 oydan keyin qorin bilan qorinning farqini ko'ringlar. Insulin tushgandan keyin qorin ketadi, yog' ketadi va mana shunaqa 1 oy, 2 oyda 20 kilo ozib, insonning qorni yo'q bo'lib, xuddi kirib ketadi ichiga. Insulin tushgandagi natijalar bilan. Navbatdagi gormonimiz bu dietani buzib qo'yishga va semirishga sabab bo'luvchi eng asosiy gormon hisoblanadi. Agar sizda doimiy asabiylik, soch to'kilishi, shirinlik va yog'li ovqatlarga kuchli xohish, husnbuzarlar, har siklida buzilishlar, tanangizda shishlar bor bo'lsa, navbatdagi gormoningizda muammo bor. Bu gormon kortizol gormoni. Kortizol gormoni xuddi mana shu oshqozon osti beziga o'xshab, buyrak usti bezida ishlab chiqariladigan gormon. Bu ham oqsilli gormon hisoblanadi. Ko'ryapsizlarmi, inson hayotida oqsilni o'rni juda ham baland ekan va oqsil haqida ham hozir to'xtalib o'taman. Mana shu kortizol ham oqsilli gormonlardan biri. Mana shu kortizol gormoni strukturasi oqsillik, lekin xolesterin orqali uyg'onadi.
Xolesterin bu bizning tanamizga keladigan hayvonlardan, sutli mahsulotlardan keladigan yog'. Mana shu yog'larni, hayvon go'shtidagi yog'larni yeganimizda jigarimiz bizga foydali bo'ladigan xolesterinni ishlab chiqaradi. Xolesterin bizani nadpочечнигimiz, buyrak usti bezimizga borib, kortizol gormoni ishlab chiqaradi. Kortizol gormoni o'zi nimaga kerak? Kortizol gormoni agar sizda yo'q bo'lsa, o'rtoqlar, xuddi insulin gormoniga o'xshab, uni ham o'zi normasida bo'lishi kerak. Ko'tarilib ketgani sizda hozir stress borligini bildiradi. Siz kuchli stressdasiz, siz недовольныйsiz. Sizga vesingiz yoqmayapti. Siz eringiz bilan doimiy atnosheniyingiz yaxshi emas, chunki semirib ketgansiz. Oynaga qarasangiz yoqmaydi. Magazinlarga borsangiz, hali gapirishingizdan oldin yo'q, siz razmeringiz yo'q, kenaya deydi yoki ko'chadagilar opoqa deyishni boshlaydi sizni. Xola deb murojaat qilishadi. O'zi asli 25 ga 27 ga kirgan yoshgina ayolsiz. Sizni opa deyish kerak. Lekin sizni opa demaydi yoki singlim demaydi. Xola deydi. Chunki siz ustingizga 50 ga kirgan ayollarning kiyimini kiyib olgansiz. Nimaga? Chunki siz semizligingiz uchun siz yoqqan kiyimlar, siz modellar sizga tushmaydi. Va mana shu narsa sizni stressga soladi. Постоянный shirinliklar yegiz keladi. Ya'ni insonda kortizol gormoni baland bo'lganda asabiylashadi. Asabiylikni biz ayollar nimadan to'g'rilaymiz? Shirinliklar bilan to'g'rilaymiz, to'g'rimi? Shirinliklar yeganimizda bizda 15 minutga dopamin gormoni uyg'onadi. Uspokоиться qilamiz, mazza qilamiz, kayf qilamiz. 15 minutdan keyin tarozga chiqqanimizda vaznimiz ko'tarilgan, yegan uglevodimiz, bizani mana shu 1 gram yeydigan uglevodimiz tanamizda 4 gramgacha suv yig'adi. Esingizdan chiqsin. Masalan, bitta Snickers yeydigan bo'lsanglar, Snickersning tarkibida qancha uglevod bo'lsa, deylik 100 gram uglevod bor. 100 gram uglevodingiz 400 gram suv to'playdi o'zida. Mana shu kortizol gormoni balandligi insonlarda отекlarni yig'adi. Ertalab turganingizda qo'llaringiz ishgan, mundoq qilib qo'lingizni bossangiz, qo'lingiz mundoq ichga cho'kib ketadi. Oyoqlaringiz ishgan, yuzlaringiz ishib ketgan, qo'g'inlaringiz ishib, ko'zingiz mana bu yerda osilib qolgan. Ko'zimni oldirishim kerak, grijam bor ekan degan xayollarga borasiz. Ko'zingiz sayda shishlar bor. Pochkangiz yaxshi ishlamaydi. Mana shunaqa holatlarga kelishni boshlaysiz. Kortizol gormoni ko'tarilib ketganda. Kortizol gormoni tushib ketganda esa sizda badaningizda osilish boshlanadi. Teringiz osilishni boshlaydi, xunuk bo'lib qarishni boshlaysiz, yuzingizda tirishlar boshlanadi. Endi sizni uyg'otayotgan, sizga bodrost berayotgan gormon oldin stress bo'lib ko'tarilib ketardi, endi u gormon tushib ketdi. Chunki sizni buyrak usti bezingiz gormon ishlab chiqarishdan charchadi. Siz yillar davomida semirish degan balomi yoki boshqa problemami, yo shaxsiy hayotingizdami, yoki ishingizda omadingiz yo'qmi, yoki bir kasallik berganmi, davosi yo'q, yoki bir problemni Alloh biladi, qanaqadir bitta problemani ustidasiz va ana shu problemani yechmasdan yillar davomida yuribsiz. Va mana shu problemani eng globali bu semirishlik. Ya'ni siz semirish uchun, ozish uchun qancha dietologlardan o'tgansiz, qancha dietalardan o'tgansiz va qayta semiravergansiz va qayta semiraverganingiz sababdan sizda kortizol gormoni oshib ketgan. Kortizol gormoni oshib ketgandan keyin siz nadpочечниgingiz charchadi. Bo'ldi, yillar davomida sizni podдержка qildi. Sizni podдержка qilish uchun kortizol gormoni ishlab chiqaradi. Oxiri buyrak usti bezingiz charchab qoladi. Усталость надпочечника deydi. Усталость надпочечникаdan keyin o'sha kortizol gormoni tushib ketib qoladi. Ya'ni normada kortizol gormoni 250 dan oshmasligi kerak bo'lsa, sizda tushib ketadi. 100 dan ham pastga tushib ketadi. 100 dan pastga tushib ketgandan keyin bo'ldi, nadpочечник kortizol ishlab chiqarishdan to'xtadi. Endi sizda gormonal buzilishlar boshlanadi. Kortizol gormoni o'zini tiklash uchun sizni progesteron gormoningizni o'g'irlashni boshlaydi. Stressdasiz hali ham progesteron gormoni orqali sizni tiklashga harakat qiladi. Xuddi og'ir narsani yuklab qo'ysa, boshda yurasiz, o'sha qanchadir kilometr yurganingizdan keyin bo'ldi, charchaysiz, ko'tara olmaysiz, oxir qiynalishni boshlaysiz. Zo'rg'a qadam tashlaysiz. Mana shuni усталость надпочечника deydi. O'shanda kortizol butun siryoni, o'ziga kerakli xom ashyoni sizni progesteroningizdan oladi. Progesteron o'g'irlangan ayollarda dominant estrogendan boshlanadi. Ya'ni estrogen dominant holat. Estrogen dominant holat nima o'zi? Estrogen dominant holat sizda mioma kistalar, fibroadenomalar, mastopatiyalar, endometriyani qalinlashi, endometriyada miomalarning o'sishi, adenomioz, endometrioz qalinlashib matkaning ichiga o'tib ketishini adenomioz deydi. Ya'ni mana shunaqa holatlar ko'proq stress, ko'proq semizlik bilan kurasha olmayotgan, yo'lini topa olmayotgan, nima qilsam shu qayta semirmayman degan problemani ustida qiynalayotgan ayollarda endometriya qalinlashib ketadi. Mana shundan kasalliklar boshlanadi. Tushunarli. Demak, kortizol gormoni normada necha bo'lishi kerak, o'rtoqlar? Kortizol gormoni referenslar har xil bo'ladi. Hozir laboratoriyalar har xil referens qo'yib qo'yadi. Masalan, 30 bilan 100 o'rtasini qo'yib qo'yadi. Bir xilga laboratoriyalar 100 bilan 600 o'rtasini qo'yib qo'yadi. Bir xilga laboratoriyalar 19 dan 25 gacha deb qo'yadi. Ya'ni referensga qaraladi. Ko'p laboratoriyalarda 250 dan baland bo'lishi mumkin emas, 100 dan tushishi mumkin emas. Tushundinglar? Ya'ni laboratoriyani referensiga qaraladi.
Demak, uni qanday tushiramiz? Qanday tushiramiz? Birinchi o'rinda biza nafsimizni tiyishimiz kerak. Ya'ni bundan oldin gapirgan insulin gormonini tushirishimiz kerak. Insulin gormoni tushganda sekin-sekin kortizol ham tushadi. Kortizol gormonini tushirish uchun biza hozirgi hayotimizda bo'layotgan problemaga yechim topishimiz kerak. Bu qanday qilib bo'ladi? Yechim, masalan, ozolmayapsizmi? Ilm olishingiz kerak. Ozishni to'g'ri yo'llarini o'rganishingiz kerak. Masalan, men darslarimni ko'rib, agar siz ilmni bilmasangiz, xuddi o'rmonga tushib qolib yoki labirint ichiga kirib qolgan insonga o'xshab qolasiz. Bu tarafdan kezib chiqsangiz ham yana o'sha joyga qaytib kelaverasiz. Bu tarafdan yursangiz ham yana o'sha joyga qaytib kelaverasiz. Ya'ni semizlikka qayta qaytib kelaverasiz. Chunki siz aniq yo'lni bilmaysiz. Sizda yo'q karta. Men esa hozir sizga mana shu kartalarni bitta ochib ko'rsatyapman. Nimadan boshlash kerak? Insulin gormonini tekshirishdan, insulin gormoni tushirishdan. Insulin gormoni tushganda insonda tanadagi suvlar chiqib ketib, chiroyli bo'lishni boshlagandan keyin ayol kishida kortizol ko'tarilavermaydi. Eri, unaqasan, bunaqasan desa ham yoki qaynonasi semirib ketdingiz, oldin qiz bolaligingizda chiroyligingizda, hozir ahvolingizni qarang, bitta ish buyurgim kelmaydi, semirib ketganingizdan pishillab o'tirasiz deydi, masalan. Semirib ketasiz asabdan. Sizda insulin tushishni boshlasa, insulinni kontrol qilishni boshlasangiz, sekin-sekin o'sha o'zingizga uverенный bo'lyapsiz, chiroyli bo'lyapsiz, qomatingiz chiroyli, qayningizga ham gapiraveradi, parvo qilishni boshlaydi. Va mana shunda sizda kortizol sekin joyiga tushishni boshlaydi. Tushunasizmi? Hammasi bir-biriga bog'liq. Kortizol gormoni o'z normasiga qaytsa qanday natija olamiz? Uyqu yaxshilanadi. Birinchi o'rinda uyquni bloklaydigan narsa kortizol gormoni. Agar kortizol gormoni uyquni bloklasa, siz ozishdan to'xtaysiz. Chunki bizning yog'imizni erituvchi gormon somatotropin gormoni. Lekin bugun u haqida gaplashmayman. Demak, birinchi o'rinda kortizol tushsa, uyqu yaxshilanadi, tanadagi shishlar ketadi. Qaranglar, kortizol gormoni baland bo'lganda yuz qanaqa ko'rinadi? Kortizol gormoni normada bo'lganda, suvlar chiqib ketganda yuz qanaqa bo'ladi? Ya'ni bitta insonni ikkinchi inson, ya'ni kasal bilan sog'lom insonni farqini ko'rsatgan. Demak, siz o'zingizda atoklar, semirib ketish, soch to'kilish, xunuk ko'rinishni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, kortizol gormoningiz ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Kortizol gormoni o'z normasiga qaytsa, qanday natijalar olamiz? Uyqu yaxshilanadi, tanadagi shishlar ketadi, to'xtab qolgan vazn ketishni boshlaydi, yuzingiz tiniqlashadi, husnbuzar dog'lardan qutulishni boshlaysiz, qayta semirtiruvchi insulin gormoni past holatga tushib borganligini o'zingiz sezasiz. Oramizda ozgandan keyin terisi osilib qolganlar yoki tarang bo'lib ozmaganlar bormi? Bor bo'lsa, kommentariyada men deb yozib qoldiring albatta. Sizga aloqaga chiqib sabablarini tushuntiramiz. Endi hozir sizlar bilan общий белок haqida gaplashamiz. Общий белок bu bizning umumiy oqsilimiz, tanadagi eng asosiy makronutrient. Bizning yeydigan ovqatimiz, u kotlet bo'lsin, u xonim bo'lsin, u tvorog bo'lsin, u bitta dona yong'oq bo'lsin yoki bir qoshiq tvorog bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, u 3 ta narsadan iborat: yog'dan, uglevoddan va oqsildan. Va oqsil mana shu bizning ratsionimizda 50-60% ni tashkil etishi kerak, to'g'ri tarelkada, va bizning tanamizda 70% funksiyani bajaruvchi eng kerakli material. Masalan, uy solmoqchisiz. Uy solmoqchi bo'lsangiz, birinchi olib keladigan materialingiz sement olib kelasiz. Anaqasini, fundamentini qurish uchun shag'al, sement olib kelasiz, g'isht olib kelasiz. Birinchi o'rinda. Ana shu g'isht bilan fundament, g'isht terilsa, tom yopilsa bo'ldi. Uy o'zini materialni oldi. Общий белок ham biz tanamizni ushlab turgan asosiy material hisoblanadi. Demak, bizni suyaklarimiz asosan oqsildan tashkil topgan. Va ularni suyaklarimiz orasidagi g'ishtlar kalsiylar. Buni bilasiz. Ya'ni suvayim yemirilyapti, tizzalarim og'riyapti, doktor kalsiy yozib berdi deymiz. Lekin kalsiydan muhim narsa bor. Kalsiyni tonnalab ichishingiz mumkin, sizga вообще ta'sir qilmasligi mumkin agar oqsil tanangizda past bo'ladigan bo'lsa. Oqsilni ko'tarish kerak. Oqsilni ko'tarish esa bizlarning yeyotgan mahsulotlarimizga bog'liq. Agar biz bir kosa osh yeydigan bo'lsak, bizning oshimizda asosiy qism uglevod. Bu guruch uglevod hisoblanadi. Ya'ni bu energiya, insonga ortiqcha insulinni ko'taruvchi, ortiqcha yog' paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi ovqat hisoblanadi. Bizning oshimizning ustida 4 bo'lak go'sht bo'ladi, to'g'rimi? Uyda qiladigan oshimizni aytyapman. 4 bo'lak go'sht bo'ladi. Lekin mana shu 4 bo'lak go'shtimiz agar 30 gram bo'ladigan bo'lsa, 30 gramni hammasi oqsil bo'lmaydi. 30 gramni 7 grami oqsil bo'ladi. Demak, biz barchamiz oqsilni tanamizni oqsil bilan to'yintirishimiz uchun bizga ko'proq go'shtli mahsulotlar, tvoroglar, sirlar, tuxumlarni yeyishimiz kerak. Uglevodlarni kamaytirishimiz kerak. O'shanda bizning suyaklarimiz normada bo'ladi. Bizda shirinlikka xohish bo'lmaydi. Agar insonda общий белок, oqsil, umumiy oqsil tushib ketadigan bo'lsa, постоянно shirinlik yeyapsizmi? Biling, sizda oqsil tushib ketdi. Oqsil tushib ketdimi? Tuxumni ko'paytiring, go'shtni ko'paytiring, sutli mahsulotlarni, sutli mahsulot deganda sutni emas, tvoroglarni,
sirlarni ko'paytiring, qatolarni ko'paytiring, sizda sekin-sekin 2 kundan keyin, 3 kundan keyin shirinlikka bo'lgan xohish o'lishni boshlaydi. Chunki oqsil ko'payadi tanangizda. Asosiy tanani materialini berganingizdan keyin tana o'zidan o'zi to'yinishni boshlaydi. Demak, общий belokning normasi necha bo'lishi kerak? Общий belokning normasi analiz topshirganlarda 75 dan past bo'lmasligi kerak. Erkaklarda iloji bo'lsa 80 atrofida bo'lishi kerak. Ayollarda 75 bo'lishi kerak. Agar sizni общий belokingiz 68, 71, 64 chiqargan bo'lsa, sizda уже osteoporoz boshlanyapti degani. Ya'ni suyaklarimiz ichida kichkina teshiklar bor. Общий belok tushgani sari ana shu teshiklar kattalashishni boshlaydi. Ya'ni suyak yemirilishni boshladi. Osteoporoz diagnozi haqida eshitgan bo'lsanglar kerak. 40 yoshdan keyin bu rivojlanib ketadi, chunki ayollarda 40 yoshdan keyin estrogen gormoni tushishni boshlaydi va 35 yoshdan keyin erkakda ham, ayolda ham mana shu tanamizning asosiy materiali bo'lgan oqsil 2% dan har yili kamayib boshlaydi. 35 yoshdan keyin 2% dan yo'qotib boshlaysiz va shunaqa qarishga qarab ketamiz. Bu 35 yoshdan keyin terimiz osilishi ham asl sababi shu, kollagenni yo'qotamiz. Va 50-60 yoshda bizning tanamiz oqsilni sintezlashni umuman to'xtatadi. Va biz tanamiz osilgan qari insonga aylanadi va suyaklarimiz doimiy og'riydi. Nimaga? Chunki umumiy oqsilni tanamiz ishlab chiqarishdan to'xtadi, sintezlanishda. Ya'ni bu umumiy oqsil 20 ta aminokislotadan iborat. 9 ta aminokislota nezaminimiy aminokislota hisoblanadi. Ularni biz ovqat orqali olamiz. Qolgan 11 ta aminokislota bu zaminimiy aminokislotalar. Bu aminokislotalarda bizning o'zimizni tanamiz tashkillashtira oladi. Demak, mana shu narsa 50 yoshdan keyin to'xtaydi. To'xtagandan keyin bizda immunitetni tushib ketishi. Immunitet o'zi 25 yoshda ham tushadi. Hozir chunki bizda faqat fast food yeymiz, shirinliklarimiz oqsil yetishmasligi bor. Demak, umumiy oqsil analizi 75 bo'lishi kerak. Undan balanti juda ham oshib ketsa, bu qonni quyuqligini bildiradi. Juda ham tushib ketsa, sizda osteoporoz, artrit, suyak kasalliklari boshlanayotganini bildiradi. Shuning uchun biz birinchi o'rinda umumiy oqsilni joyiga qo'yishimiz kerak. Demak, umumiy oqsilni pastligi qanday xavflarni ko'taradi? Общий belok normada bo'lmasa, bizni qanday natija kutadi. Demak, общий belok tushib ketganda nima bo'lishini aytdim. Suyak yemirilishi, immunitet tushib ketsa, sochlar to'kilishi, belda og'riqlar, shirinlikka bo'lgan kuchli xohish, yuzda ajinlar, immunitet sразу tushib ketadi. Mana shunaqa xullas yomon holatlar bo'ladi. Agar umumiy oqsil normada bo'ladigan bo'lsa, tanada yetarli oqsil bo'lsa, siz tanadagi yog' hisobiga ozishni boshlaysiz. Sizda metabolizm tezlashishni boshlaydi, tanangiz tarang osilmasdan ozadi. Shirinlikka bo'lgan xohish tabiiy ravishda kamayishni boshlaydi. Yoshlikni saqlab qolasiz va qayta semirmaslik sirlari sizda уже paydo bo'ladi. Keyingi ko'rsatadigan, tushuntiradigan narsam bu feritin. Feritin bu asosan 70% oqsildan iborat va 30% temirdan iborat bo'lgan bizning omborxonamizdagi material. Bu juda muhim narsa. Azizlarim, biram yozib olinglar. Agar feritin, siz 60 kilo bo'lsangiz, feritin 60 kilo kamida bo'lishi kerak. Agar siz o'zingiz 60 kilo bo'lib yoki 100 kilo bo'lib, feritiningiz 30 yoki 20 bo'ladigan bo'lsa, sizda qanaqa holat bo'ladi? Darsda uxlab qolasiz, zreniya tushishni boshlaydi, sochlaringiz to'kilib ketadi, постоянно uxlagingiz keladi. Yostiqni ko'rsangiz yotgingiz keladi, uyquga to'ymaysiz. Ko'zlaringiz oldi qorong'ilashishni boshlaydi. Shum bo'shaq. Постоянно shum bo'ladi. O'rningizdan riskga turganingizda boshingiz aylanishni boshlaydi. Mana shu sizda tanangizdagi asosiy materiali feritin bilan temir moddani aralashmasi bo'lgan. Bizda anemiya pokazatelini ko'rsatib beradigan asosiy fundament yo'q. Omborxonada hech narsa yo'q, produktda yo'q. Masalan, ocharchilik boshlanadi. 2026-yilda mana shu oydan katta krizis bo'ladi. Produktda qilinglar desa nima qilamiz? Hammamiz yog'larni, guruchlarni, kartoshkalarni olib kelib, go'shtlarni olib kelib muzlatib, xolodilnikimizni to'ldirib olamiz. To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab feritin bizning tanamizdagi zapas depodagi ozuqamizni ko'rsatadi. Asosiy ikkita kerakli mahsulotimiz temir bilan oqsilni zapasini ko'rsatib beradi. Endi mana shu omborxonangizda produkt olib qo'ymansiz, hech narsa bo'lmaydi, bo'lmagan narsa bu, men ishonmayman. Allohning aytgani bo'ladi deb turib, sabablarni qilmasdan, Allohga tavakkal topshirishdan oldin sabablarni qilish kerak. Sabablarni qilmasdan mana shunaqa e'tiborsizlik qiladigan bo'lsangiz, ertaga vdrug avariya bo'lsangiz, vdrug qo'lingiz kesilib ketsa yoki qattiq infeksiya yuqsa yoki bir baloga uchraganingizda, Alloh saqlasin, tanangizdan qon chiqib ketadigan bo'lsa, sizda yordamga keluvchi kuch yo'q. Uyingizdagi produkt tugab bo'ldi, krizis boshlandi. Yoki koronavirus ko'chaga umuman hech kim chiqarmay qo'ydi. Produktni ham olmaysan, uyingdagi bor narsani yeb turasan deyildi. Sizni depoyingizda, siz omborxonangizda hech narsa yo'q. Уже siz och qolishni boshlaysiz, uyingizda problema boshlanadi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab, agar feritin normadan pasayib ketsa, sizda problema boshlanadi. Qon ketib qoladigan paytda omborxona sizga qon yetkazib beraman desa, temir moddada qon. Qarasa o'zida yo'q.
nima qilishni bilmay qoladi va sizda shokovое состояние bo'ladi. Gipoksiya boshlanadi, kislorod yetishmaslik boshlanadi. Koronavirus paytida juda ko'pchilik o'lib ketdi. Nima sababdan? Kislorod yetishmasligidan. Nimaga kislorod yetishmasligidan o'lib ketdi? Kimdir o'ldi, kimdir o'lmadi. Ana shularda hammasida ferritin yo'q. Omborxonasida kislorod bo'lmagan. Agar omborxonasida kislorod bo'lganida mana shu odamlarda shu koronavirus o'pkasiga поражение bergan paytda mana shu дополнительный ferritini bunga yordamga kelgan bo'lardi. Ferritinni normasi aslida sizning kiloingizga qarab bo'ladi, kamida. Masalan, siz 80 kilo bo'lsangiz, 80 kilo siz uchun norma demayapman. Kamida 80 bo'lish kerak, idealda 100. Agar sizda ferritin gormoni, то есть ferritin показатели bu ferment hisoblanadi. Ferritin agar sizda 350 bo'lib ketsa yoki 200 bo'lib ketsa yoki 120 bo'lib ketib 120 dan oshib ketadigan bo'lsa, bu endi sizda ferritin normalarligini bildirmaydi. Bu sizda kuchli yallig'lanish borligini, sizni tanangizda nimadir neto ketayotganini, srochin jigaringizni toksinlardan tozalab, vоспаление tushirishingiz kerakligini bildiradi. Tushunasizmi? Ferritinni tushib ketgani ham balo, ko'tarilib ketgani ham yomon. Ya'ni ferritinni ham normada ushlab turishimiz kerak. Azizlarim, siz uchun juda muhim bo'lgan 2ta gormonni va umumiy tanamizda material bo'lgan oqsilni va plus дополнительный bonus sifatida ferritin ham gapirib berdim. Lekin sizni ayni o'zi olmayotganingiz sababini boshqa gormonlardan ham bo'lishi mumkin. Hozir juda ko'p narsa haqida gapira olmadim, chunki vaqtimiz chegaralangan. Masalan, TTG gormonlarimiz bor, metabolizmimizni boshqaradigan gormonlar bor. Ular haqida gaplasha olmadik. Ildizni faqat siz qolgan analizlarga ham topshirganingizda ko'rib qayta bilib bera olaman. Ya'ni hozir sizni semirib ketishingiz sababi bularga bog'liq emas, boshqalarga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Tushunyapsizmi? Balki tanangizda infeksiya bordir. Bularni boshqa analizlardan ko'riladi. Lekin asosiy gormonlar mana shular edi. Lekin bir narsani 100% aytamanki, sizda ortiqcha vazn bormi? Demak, analiz gormonlaringizda muammo bor. 100%. Siz sog'lom semiz inson bo'lmaysiz. Sizda semizlik bormi? Demak, mana shu gormonlaringizda yoki boshqa gormonlaringizda buzilishlar bor. Atrofingizda yeb semirmaydigan insonlarning siri bu genetika emas. Ularda insulin gormonlari yoki kortizollari normada bo'lishi mumkin. Ozish oson. Qachonki uni haqiqiy ildizi bilan boshlasangiz va men o'zim ham shu yo'l bilan 63 kilogrammgacha ozib, qayta semirmaganman. Mana shuning uchun analiz tahlillarni to'g'rilagan holatda, defitsitlarni to'g'rilagan holatda to'g'ri yo'l bilan ozishingizni sizga ravo ko'raman. Lekin dietasiz ozib, qayta semirmasligingiz uchun sizda 3 ta ishni qilishingiz kerak. Bular birinchisi analiz topshirish o'rtoqlar. Xuddi ana aytdim-ku, labirint ichiga tushib qolib, aylanib butun hayotingiz semizlik bilan kurash bilan o'tib ketib, semizlikning orqasida qandli diabet, yurak kasalliklari, onkologiya, o'simtalarni paydo qilgandan ko'ra, hozir mana shu kunda analizni topshirib, o'zingizda nima bo'layotganini bilishingiz bu sizni eng to'g'ri qiladigan birinchi ishingiz hisoblanadi. Ikkinchi ishingiz esa sizni analizingizdan kelib chiqib, defitsitlarni yopishingiz va yengil bo'ling kursida har bir insonning analizlari alohida tekshiriladi va 2 oy davomida vrachlar nazorati ostida bo'lasiz. Uchinchi qiladigan ishingiz bu dietolog, nutritsiolog va endokrinolog bilan birdaniga bir vaqtda o'zida 3 в 1 ishlash. Bu insonlar bilan alohida ishlasangiz agar dietolog nutritsiologga to'g'ri kelmaydi, nutritsiolog endokrinologga to'g'ri kelmaydi, birini biri inkor qiladi, birini nazariyasini birida noto'g'ri qilmang deydi. Bundan boshlash kerak, bundan boshlash kerak deydi va siz o'rtada uchalasini o'rtasida qaysi birini qilishni bilmay qolasiz va yaxshi natijaga erisha olmaysiz. Lekin yengil bo'ling kursini zo'r tarafi, nimaga bu kursni ochganman? Bizda nutritsiologiya, dietologiya va endokrinologiya jamlangan. Ko'rib chiqqan bo'lsangiz, hozir men sizga aytib bergan 4 ta o'sha analizlarni hech qaysi dietologingiz yoki hech qaysi endokrinologingiz aytib bermagan sizga shu paytgacha. Shuning uchun siz hozir ham semizsiz va meni kuzatib o'tiribsiz. Demak, sizga to'g'ri yechim mana shu 3-ish 3 ta mutaxassislikka ega bo'lgan mutaxassisni nazoratida bo'lish. Qayta semirmaslikni va dieta, sportlarsiz ozishni istagan barcha uchun yengil bo'ling kursi haqida ma'lumot beraman. Demak, sizlarga eslatma, videoni oxirida, mana shu darslikning oxirida 2 ta video darslik mini kursimni qanday qo'lga kiritishni aytib o'taman. Oxirigacha o'tiring. U yerda to'g'ri bozorlik qilish uchun maxsus video darsligim bor. Agar mana shu video darslikni qo'lga kiritsangiz, insulinni tushirib beradigan barcha mahsulotlarni qo'lga kiritgan bo'lasiz, ro'yxatini. Eslatma, video oxirida 2 ta video darslik va mini kursimni qayta qo'lga kiritishni aytib o'taman. Qayta semirmaslik siri deb nomlangan mini kursimni ham beraman.
Mana shu mini kursni qo'lga kiritsangiz, qayta semirmaslik sirlarini yana ham chuqurroq o'rganib olasiz. Endi taqdimotni boshlaymiz. Yengil bo'ling ozish va qayta semirmaslikni kafolatlovchi kurs. Yengil bo'ling kursini bu sizga ozishni, qayta semirmaslikni kafolatlovchi kurs. Nimaga unday deyapman? Agar siz o'sha o'zingizni vrachlaringiz, kuratorlaringiz va meni nazoratim ostida hamma aytganimni qilsangiz ham agar to'liq o'qiganingizdan keyin semirib ketadigan bo'lsangiz, sizga plyus 100% qaytarib beriladi. Va mana shunaqa imkoniyatni sizga berganim uchun 100% ayta olaman. Bizda hali bunaqa случайлар bo'lmagan. Bizga kelib qo'shilgan har bitta inson aytganimizni qilganligi uchun va analizlarni topshirgani uchun eng zo'r natijalarga erishgan. Demak, kursimizning ichida 12 ta modul bor. Hozir sizlarga 12 ta moduldan bitta-bitta tanishtiraman. Birinchi modulda to'g'ri bozorlik qilish tartibi beriladi. To'g'ri bozorlik qilish tartibini men sizga bozorlikni qilayotganimda har bitta mahsulotni razbor qilganman. Qaysini to'g'ri tanlash kerak, qaysini qaysi paytda yeyish kerak, farzandlarimizga nimalar berishimiz kerak, nimalar bermasligimiz kerak. Mana shu videoni ko'rganingizdan keyin siz polniy o'zingizga informatsiya olasiz. Uyingizga doim to'g'ri produktlar kelib boradi. Bu bilan siz nafaqat o'zingizni to'g'ri taom bilan boyityapsiz ichingizni, oila a'zolaringizni, eringizni, farzandlaringizga ham to'g'ri taomlarni pishirib berishni o'rganasiz. Ikkinchi modulda haftalik menyular beriladi. Demak, men sizlarga aytdim, bizni tanamizning asosiy materiali bu oqsil. Oqsillik haftalar bo'ladi. Biz suyaklarimizni, mышцаlarimizni oqsil bilan to'ydiramiz, immunitetlarimizni ko'taramiz. Suyaklarimiz yemirilishni boshlayotgan bo'lsa, suyaklarimizni kalsiylar bilan boyitamiz. Mana shunaqa haftalarimiz bo'ladi. Tanamizdagi suvlarimiz necha yillardan beri chiqib keta olmayotgan bo'lsa, tanamizdagi suvlarni chiqaradigan haftalar qilamiz. Bundan tashqari, bizani noyomon, bizga zarar beradigan ovqatlarni yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Nafsimiz bizga zararli ovqatlarni yaxshi ko'radi. Ana shu zararli ovqatlarni biz yaxshi ko'ryapmizmi? Demak, bizni oshqozonimizda ham ichaklarimizda mana shu zararli ovqatlarni ye deb bizni qitiqlab turadigan bakteriyalar bor. Mana shu bakteriyalarni tushiradigan nedelalar qilamiz. Ya'ni har bitta haftamizda o'zini maqsadi, tseli bor. Undan keyingisi menyularni ustunlik tarafi sizda unsiz va shakarsiz, ammo sizni ozdiruvchi tansiq taomlarning retseptlari ham beriladi. Bular gamburgerlar, pizzalar, shirinliklar, tortlar. Bularni ham yeysiz, ham pishirasiz, ham farzandlaringiz bilan birgalikdasiz, ham ozasiz. Mana shu mahsulotlarni yeb, xamirli, bug'doyli mahsulotlarni yeb biz semirib ketganmiz. Bizning ichaklarimizda vaspaleniya bor. Mana shularni davolovchi, sizga dori sifatida xizmat qiluvchi menyularni ham beramiz. 3-modulda autofagiya qilinadi. Autofagiya bu kletkalarimizni tozalash, ya'ni yuqorida ko'rsatgan mana shu bo'ynida qorayish bo'lib ketgan bolani biza autofagiya qilib, jigarini tozalab, jigarni toksinlardan tozalash orqali, kletkalarni yangilash orqali tanasini tozalaganmiz. Agar siz tanangizda dog'lar, papillomalar, yuzingizda qorayishlar tug'ruqdan keyin ayollarda bo'ladi bu holat, ya'ni toksikoz ko'p o'tgan ayollarda yuzida qorayish, ya'ni toksinlar yuziga chiqib ketadi va tanadan chiqib keta olmay qoladi. Mana shu tanangizda qolib ketgan toksinlarni biza chiqarib olib, yuzingizni tozalashga erishamiz, xudo xolasa. Undan keyin autofagiyadan so'ng 10 kunda 5 kilogramdan 15 kilogramgacha ozasiz. Mana natijalarni ko'rsangiz bo'ladi. 4-modulda insulin va somatoterapin gormonlar haqida bugun gapirishga vaqtim bo'lmadi. Somatoterapin haqida ham tanishib olasiz. Insulin gormoni birinchi 10 kunlikda sezilarli tushishi hisobiga sizda qorin ketadi. 5-modulda glikemik indeks haqida gaplashamiz. Bu juda ham qiziq mavzu. Mana shu glikemik indeksni agar siz bilib olsangiz, siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar to'g'ri mahsulotlar tanlashni o'zingiz o'rganib olasiz. Buni sirlarini esa 5-modulda men sizlarga tushuntiraman. 6-modulda gormonlarning buzilish sabablari. Bular bizning hayotimiz uchun muhim bo'lgan, bizda farzand paydo qiladigan, bizda endometriozni yuvib turadigan progesteron gormonimiz, bizda tanamizni tortib turadigan ayollik jozibasini, erimizga bo'lgan xohishni yoki ayolimizga bo'lgan xohishni paydo qiladigan jinsiy gormonlarimizni normada ushlab turadigan testosteron gormoni haqida gaplashamiz, estrogen gormonlari haqida gaplashamiz. Va keyingi modulda anemiya va semizlik. Hozir men sizlarga kortizol gormoni semizlikka qanday aloqasi borligini tushuntirdim. 7-modulda anemiyani qanday semizlikka aloqasi borligini tushuntiraman va ishoninglar, bu sizlar uchun juda ham yangi va zo'r ma'lumot bo'ladi. Anemiyasi bor insonlar doimiy semiz bo'ladi. Koronavirus paytida ko'p o'lib ketgan insonlar barchasida semizlik bordi va ularda anemiya bordi. Mana shuni sirlarini 7-modulda ko'rib, tanishib, eshitib olasizlar. 8-modulda vaznimizni qanday qilib to'g'ri ushlashni o'rganamiz. Vaznimiz qayta semirmaslik siri aynan 8-modulda o'rganiladi. Bunda siz qanday foydalar olasiz? Bizning marafonimiz tugagandan keyin, yengil bo'ling kursi tamomlangandan keyin sizga butun umrga kerakli bo'ladigan mahsulotlar haqida darsliklarni olib, bilimlarni, gormonlarni, ilmini o'rganganingizdan keyin, ya'ni 15 ta kam, salkam ditologga aylanganingizdan keyin siz o'zingiz qayerda bo'lsangiz ham bemalol nimani yeysiz to'g'ri, nimani yeysiz noto'g'ri o'rganib olasiz va o'zingiz ham o'zingizni vesingizni qotirib, chiroyli qilib kontrol qilib yura olasiz. 9-modulda biz mana shu modullarimizda
har xil o'zini sohasida mutaxassislarni chaqirganmiz. Saida Ikrom Qosimov erkaklarga ayniqsa urolog sifatida testosteronni oshirishni, jinsiy gormonlarni qanday qilib ko'tarishni, jinsiy zaifliklarni qaysi kasalliklarga aloqasi borligi haqida darsliklar o'tib beradilar. Keyingi modullarda bizani mutaxassis 20 yillik stajga ega bo'lgan Nodira Toshmatova degan bizning ginekologimiz bor. Nodira opa reproduktolog, integrativ vrach. Ular sizlarda ayollardagi o'sha kista miomalarni o'sib ketish sabablarini, estrogen, progesteronlarni normada bo'lishlari, xullas nima savolinglar bo'lsa sizlar bilan jonli tarzda shug'ullanib, sizlarning savollariga javob beradilar. Bunaqa ginekologni boshqa joydan topa olmaysiz. Mana shu yerda kursda siz ginekologdan ham kerakli ma'lumotlarni olib olasiz. Keyingi modulimiz bu spikerimiz Dildora Jahanova tarafidan sizga terini parvarish qilish, uyda o'tirgan holatda kremlar tayyorlash, ulardan qanday to'g'ri foydalanish, yuz osiladi va sizlar ozayotgan paytda ana shuni to'g'ri qilib ushlash, dog'larni ketkazish haqida sizlarga yechimlar beradilar. 12-modulda bolajonlar qadami, bolajonlar uchun alohida menyular, farzandlarimiz sog'lom bo'lishi uchun, ularning miyalari yaxshi rivojlanishi uchun ularni sevib iste'mol qilgan mahsulotlarni alternativasi, ya'ni sog'lom alternativasini retseptlari beriladi. Bolajon qadamida bolajonlar uchun alohida menyu, bolajonlar uchun psixologning darsliklari va ular uchun o'sha treker jadvallar va trenerlarning maslahatlari beriladi. Bolajonligingiz qiynalmay ozadi. Agar bolajonligingizda ham semizlik bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu kursni sotib olishingiz kerak. Mana rasmda ko'rib turgan Azamat, mana A nuqtada necha kilogramm bo'lgan, B nuqtada necha kilogramm bo'layotganini ko'rib turibsizlar. Mana shu bolani men konsultatsiya qilgan uyiga borganimda pochkasi уже ishlamas edi. 9 yosh edi. Qaranglar, kasal bo'lish uchun insonlar ayniqsa qarishi shart emas. 9 yoshli inson ham noto'g'ri ovqatlansa qarib ketishi, ya'ni qari insonlarda uchraydigan, yoshi ulug' insonlarda uchraydigan pochka kasalliklari, jigar yog' bosishi, gormonlar buzilishlar 9 yoshli farzandingizda ham bo'lishi mumkin. Farzandlaringizga e'tibor bering. Agar ularda semizlikni ko'rayotgan bo'lsangiz, darhol mana shu kursga yoziling. Demak, yengil bo'ling kursini 2 oylik dars turida analizlar tahlili bo'ladi, kunlik treker jadvallar bo'ladi, 45 ta darsliklar va video darsliklar bo'ladi. Bundan ichida spikerlarning ham darsliklari bor. Bundan tashqari har 10 kunlikda 10 ta faol ishtirokchi uchun ham vitamin sovg'alari beriladi sizlarga. Yengil bo'ling kursini yur loyihasi bor. Yangi qo'shgan loyihalarimizdan sizga yurishni, to'g'ri yurishni sirlari o'rgatiladi va yur loyihasida yaxshi qatnashsangiz, sizga vitamin sovg'alari ham beriladi. Ya'ni 3 ta to'p yaxshi qatnashganlarga. Bundan tashqari kuratorlar nazorati. Sizlarni har biringlarni kuratorlar nazorat qiladi. Ya'ni bizning kursimiz 100 minglik, 200 minglik kurslardan emas. Oldindan aytib qo'yaman. To'lovni qilib qo'yganingizdan keyin siz boringizni ham birov bilmaydi, yo'g'ingizni ham bilmaydi, qilyapsizmi, qilmayapsizmi, pulingizni olib olgandan keyin siz bilan ish yo'q. Mana shunaqa kurs emas. Bizning kursimizda kuratorlar nazorati juda ham kuchli va kuratorlarni biz ham nazorat qilamiz. Yengil bo'ling kursida boshqa kurslardan ustunligi analizlari bor. Eslarda tursin. Hozir aytdim sizlarga, agar siz analizlaringizni topshirmasangiz, o'zingiz haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, siz qaysi gormoningiz qayerda yotibdi, nima qilyapti bilmaysiz. Prosta tak dietalar qilaverasiz, yana semirib ketaverasiz. Holsiz bo'laverasiz, yiqilib tushasiz, menga dieta to'g'ri kelmayapti desiz, yana o'sha o'zingizni yeb yurgan uglevodli, yana insuliningizni oshishiga sababchi bo'ladigan mahsulotlarni yeb yuraverasiz. O'rmonda yo'qolib qolgan insondek. Demak, bu yerda birinchi ustunlik analizlar tekshirilib, har bitta inson bilan individual ishlanadi. Har bitta insonning analizi o'ziga qarab gaplashiladi va o'zidan ma'lumot olib tekshiriladi. Sizning analizingiz tahlili offline tarzda bo'ladi, ko'rib beriladi. Bunaqa kuchli individual yondashadigan jamoani hech qayerdan topa olmaysiz. Ikkinchi ustunlik menyular. Menyular prosta tak, anoni yemang, manoni yemang emas. Bu meni 11 yillik tajribamga tayangan holatda o'zim shaxsan tuzgan menyular. Bu menyulardan maqsad, men sizlarga aytdim, o'sha haftaliklarni aytdim, oqsillarni ta'minlash, kalsiylarni ta'minlash, tanadan bakteriyalarni chiqarish va bizda ko'p kasalligimizga sababchi bo'layotgan bo'g'imlardagi og'riqlarga asosan sababchi bo'layotgan vaspaleniya bilan kurashish. Kuchli nazorat bo'ladi. 3-ustunligi kuratorlarni har birlarida kuratorlar har bir insondan alohida xabar oladi. Kuratorlarni xabar olyaptimi, yo'qmi, bu tekshiruv ostida bo'ladi. Har bitta savolingizga qanchalik tezlikda javob olyapsiz, bular ustida tekshiruv olib boriladi. O'shaning uchun bemalol bizga o'zlaringiz ishonib topshirsanglar bo'ladi. Keyingi ustunlik qayta semirmaslik. Kurs davomida ozgach siz qayta semirmaysiz va kasalliklaringizga ham davo topasiz. Menga birinchi bo'lib ishonch bildirganlarni har doim xursand qilgim keladi. Bu meni va jamoamni an'anasiga aylangan
Agar siz hoziroq 24 soat ichida kursga qatnashga qaror qilsangiz, umumiy 2.200.000 so'm qiymatga ega bo'lgan 5 ta kurslik va mualliflik kitobimni sizga bepulga beraman. Bu qanaqa kurslar? Demak, sog'a, ona va bola kursi, vitaminlar kursi asl narxi 500.000 so'm bo'lgan. Farzandingiz kasal bo'layotganda, holsiz bo'layotganda yoki profilaktika uchun mana bunaqa har xil havolari buzilganda, immunitet tushib ketayotganda qayta antibiotiklar berayotgan bo'lsangiz, mana shu darslikda o'shanga yechimlar qilganman. Ikkinchi sog'a psixolog tomonidan o'z tanasini qabul qilish va ayollik energiyasini oshirish. Agar ayollik energiyangiz oshiradigan bo'lsa, sizga ozish juda ham oson bo'lib qoladi. Mana shu sirni o'rganishni asl narxi aslida 700.000 so'm. Lekin 24 soat ichida bizning kursimizga qatnashga qaror qilib to'lovni amalga oshirgan insonga mana shu kurs ham bepulga beriladi. Ro'yxatdan o'tib to'lovni qilgan insonga mana shu kursimiz 700.000 so'mlik kursimiz bepulga beriladi. Uchinchi sog'a bayram dasturxoni menyusi, video darsligi. Mana shu videoni agar ishoning qo'lga kiritsangiz, siz oilangizda semiruvchilar bormi, qandli diabet bormi, gipertoniklar bormi, davinasi borlar, jigar yog' bosgan, hamma bilan birgalikda o'tirib foydali mahsulotlarni yeb, birgalikda ozib, chiroyli bo'lib, hamma kasalliklarga shifo topsangiz bo'ladi. Agar mana shu bayram dasturxonini qo'lga kiritsangiz. To'rtinchi sovg'a bolajonlar uchun kurs. Bu kursda bepulga beriladi. Asl narxi 400.000 so'm. Bu kursda ham bolajonlar bilan ishlash beriladi va psixolog tomonidan bolada intizomni shakllantirish, boladagi nafs tarbiyasi va ota-bola o'rtasida, ota-ona o'rtasida, bolalarni ota-ona bilan o'rtasidagi sog'lom munosabatni o'rnashga yordam beruvchi kursimiz beriladi psixolog tomonidan. Buni narxi ham 400.000 so'm. Va O'zbekistonda ozish bo'yicha yagona kitob workbook. Mana shu kitobim haqida ozgina to'xtalaman. Bu kitob hech qayerda yo'q, sotuvda yo'q. Hatto meni oilamda o'zim uyimda ham yo'q, qarindoshlarimdan ham yo'q. Buni faqat kursni da ishtirok etuvchilarga berganman. Nimaga? Buni sababi bor. Chunki kursni ichida biz har bitta narsani etapma-etap tushuntirib boramiz va ana shu tushuntirib borayotgan jarayonimizda siz mana shu kitobda siz o'zingizga berilgan vazifani bittama-bitta to'ldirib borishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu kitobda birinchi o'rinda sizga to'g'ri bozorlik qilish darsliklari beriladi. Shirinlik va mazali taomlar retseptlari beriladi. Defitsitlarni yopuvchi, sizni mana shu kasalligingizdan kelib chiqib, biz sizga masalan vitaminlar yozadigan bo'lsangiz, ana shu vitaminlar har biri nima uchun ichilishi haqida video darsliklarim bor va mana shu video darsliklar mana shu kitobda QR kodlar orqali joylashtirilgan. Mana shu kitobni butun umr qo'lga kiritasiz siz, mana shu kursni sotib olsangiz va bu kitob keyinchalik kurs yopilgan taqdirda ham sizning qo'lingizda qoladi va 2 oylik kursimiz sizga doimiy qo'lingizda bo'ladi. Butun umr bu kursdan foydalanishingiz mumkin. Ushbu kitob sizda butun umr qoladi va bu kitob sotuvda yo'q, o'rtoqlar. Mana shu kitobni juda ham ko'pchilik so'raydi, soting, iltimos bizga ham soting deb so'rashadi, lekin sotuvda yo'q. Bu faqat mana shu kursni sotib olganlar uchun beriladi va 24 soat ichida ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, mana shu kitobni ham qo'lga kiritgan bo'lasiz. Va bundan tashqari aqlli taroziga bir marotaba chiqish. Aqlli tarozimiz 200.000 so'm asl narxi. Mana shu taroziga chiqsangiz, siz tanangizda ichki yog'laringizni miqdorini, tashqi yog'laringizni, suvni miqdorini va tanangizga o'sha men aytgan asosiy material hisoblangan oqsilni miqdorini ham bilib olasiz. Ya'ni aqlli taroziga tushib, o'zingiz haqida, o'zingizni hozirgi yoshingiz haqida, pasportdagi emas, hozirgi yoshingiz haqida ma'lumotga ega bo'lib olasiz. Hoziroq kursga ro'yxatdan o'ting va siz bilan birinchilardan bo'lib bog'lanib ma'lumotlarni beramiz. Demak, azizlarim, hozir sizlarga analizlarni ko'rib berish bilan birgalikda nima qilib qayta semirmaslik haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni berdim va yengil bo'ling kursim haqida tushuntirdim. Demak, bu uchun siz birinchi o'rinda analizlarni topshirishingiz kerak. Analizni topshirish bilan defitsitlarni yopish orqali eng yaxshi natijalarga va bir qancha 51 dan ortiq bo'lgan kasalliklaringizdan qutulishingiz mumkin. Buning uchun agar sizga shu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, 24 soat ichida hozir pastda silka bor, telefon raqamingizni qoldirasiz va telefon raqamingizni qoldirganingizda, ya'ni ro'yxatdan o'tish asli bepul, bunga pul olinmaydi, bepul ro'yxatdan o'tasiz va sizga qizlar telefon qilib maslahatlashadi. Agar sizni hayotingizda qanaqadir kasalliklaringiz bo'ladigan bo'lsa va bizga to'g'ri kelmasa, biz afsuski kursimizga qabul qila olmaymiz. Agar suhbatdan o'tsangiz va sizga to'g'ri kelsa, keyin bemalol to'lov qilib mana shu kursimizga qatnashsangiz bo'ladi. Demak, silkani mana shu videoning tagida qoldiraman. Sizga kursimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tib qo'ying. Ro'yxatdan o'tish bepul va siz konsultatsiyadan o'tib
konsultatsiyadan to'g'ri o'tadigan bo'lsangiz, keyin kursga qabul qilinasiz. Va bundan tashqari, men sizga va'da qilgan bozorlik 500 ming so'mlik bozorlik siri videosi va qayta semirmaslik sirlarini o'zida saqlagan mini kursim taqdim etiladi. Buning uchun siz hozir kurs tugagandan keyin pastdagi silka orqali ro'yxatdan o'tasiz va ro'yxatga o'tganingizdan keyin sizga mana shu ikkita kursim tekinga topshiriladi. Siz ro'yxatdan o'tguningizgacha mana shu ism familiyalaringizni qoldirguningizgacha men boshqa o'quvchilarimni, ya'ni xuddi sizga o'xshab 2 oylik yengil bo'lim kursida qatnashib zo'r natijaga erishgan o'quvchilarimni chaqiraman. Ularning natijasi bilan siz bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum Omina opa, kelganingizga avvalambor rahmat. Bizni mana shu 2 oylik yengil bo'lim kursimizda qancha vazn tashladingiz va o'zi sizni qiziqishlaringiz qanaqa, nima bilan shug'ullanasiz? Men klinikalarda tongi gimnastika mashqlarini bajartiraman. O'sha sog'lom turmush tarzini targ'ib qilaman, davolanish, sog'lom turmush usullari haqida gapiraman, lekin o'zimni vesim juda ham katta edi, 107 kilogramm. Jismoniy harakatlar ko'rsatib o'rgatganimdan keyin menga nega o'zing semizsan, o'zing shu ishda ishlaysan degan savollar ko'p qiynar edi. Uyalib qolardim. Shundan keyin ozishga qaror qildim. Eng birinchi sog'liqni tiklashga va 2 oylik yengil bo'lim kursida qatnashib, hozirgi kungacha 25 kilogramm vazn tashladim. Eng yaxshisi yengillik, ichki energiyani his qildim. Demak, yengil bo'lim kursimizda yengil bo'ldingiz. Albatta. Juda ham yaxshi. Juda ham yengil. Va yana bitta savolim, semizlikdan tashqari taningizdagi qanaqa, bilmadim, analiz topshirdingiz-ku. Analiz topshirganingizdan keyin defitsitlaringiz yopadigan vitaminlar ichdingiz, to'g'rimi? Mana shulardan qanaqa foyda oldingiz sog'lig'ingizda, ya'ni faqat semizlik emas. Va eng birinchi navbatda mana ungacha yengil bo'lim kursidan oldin men charchab qolardim-da, ko'p ovqat yeb olardim. Yesam kuchga kiraman. Yo'q, ovqatlar kuch bermas edi. Yotib olardim. Energiya yo'q edi. Hozir kechgacha ertalabdan yotib yashagan bo'lsam, hozir ertalab uyg'onaman, kechgacha boshim yostiqqa yetmaydi. Harakatdaman, ichki energiya, o'sha kayfiyat yaxshi, rejalar ko'p. Yengil bo'ldim. Haqiqatdan yengil bo'ldim. Demak, ana uxlab qolish, holsizliklaringiz ketdi. Mana shu azizlarim insulin tushganning belgisi hisoblanadi. Kimda agar ovqat yegandan keyin uxlagingiz kelayotgan bo'lsa, insulin gormonlari juda ham oshib ketgan hisoblanadi. Chunki insulin sizlardagi qondagi shakarni qayerga olib kirishni bilmay qolgan, jirovoy depolaring kengayib ketgan. Vazn ketgandan keyin insulin tushishni boshlagandan keyin yegan ovqatingiz kletkaga kirib sizga energiya berishni boshlaydi. Albatta. Oldiniga vitaminlar ko'p men uchun biroz vahimali tuyuldi, nafaqat men, atrofdagilar ham. Lekin o vitaminlar bilasizmi, hech qanaqa zararsiz ekanligini, bu shunchaki menga kerakli vitaminlar ekanligini his qilib, maza qilib, hammasini vaqtida qabul qildim. Borgan sari kuch yig'ilayotgandim. Yosharayotganimni sezib, maza qilib qoldim. Maslahat beraman. Bundan oldin ham ozish uchun nimadirlar qilganmisiz? Hamma narsa qilganman. Nima masalan? Yugurib ko'rganman, gimnastikalar qilganman. Ozgina qilaman, charchab qolaman, tinkam quriydi, kuchim yetmaydi, holsizlik, stresslar, ovqatni o'sha boyaga har 6 soatda yeyish degan noto'g'ri informatsiyalar bilan harakat qilganman. Salat yesam ichim shilinib ketar edi. Ortidan tezroq bir yog'li narsa yeb olgim kelar edi. Shunaqa qiyinchiliklar juda ko'p bo'lgan. Xo'p, bizning kursimizda berilgan menyulardan davolanmisiz? Albatta, juda ham keragini yemas ekanmiz. Eng kerakligini yer ekanmiz. Yog'li go'shtlar, mayonezli salatlar, maza qilasiz. Och qolishga vaqt yo'q. Qaytamga yana ham bir ishtaha bilan maza qilib ovqatlanasiz. Chiroyli yasatib, rasmlarga olib, vitaminlarni yutib. Albatta, hammasini. Kuratorlar haqida ham nimadir deya olasizmi? Albatta, deya olaman. Kuratorlaringiz doimiy nazorat qiladi. Ozgina masalan dangasalik qilib, gruppada o'sha yozib, holatlaringizni aytmay tursangiz, darrov ichkangizga chiqadilar. Tinchmisiz, Omina opa, sog'lommisiz? Nima bo'lyapti? Nima muammolaringiz bor deb turishadi. Shunda yo'q, rahmat. Menda hammasi yaxshi. Shunchaki men o'zim ustimda ishlayapman, davom etyapman. Xavotir olmang. Natijalarim yuqori deb qo'yamiz. Shundan yana rahmat deb chiroyli fikrlar bilan aytib turadi. Menga juda ham ko'p yoqqan tomoni ham bor, aytaymi? Boya sizni eshitib o'tirdim. Siz nutritsiolog, dietolog, vrachlar bilan endokrinolog hamkorlikda deb aytdingiz. Bu juda ham zo'r narsa. Plus shuncha ichida psixologlarning podдержкасы juda ham zo'r. O'shalar kerakligini, o'sha sizni ongingizni, qalbingizni ochib, nafaqat jismoniy yo'qotishlar, haligi negativlardan qutulish, balki fikringizdagi negativlardan ham qutulib, ancha o'sasiz. Hozirgi kunda bitta psixologni 45 minutlik o'zimiz qabulda bo'lganmiz, vaqti 2,5 million so'm turadi.
Siz bu yerda mana shunaqa psixolog qabulidan ko'psini olasiz. Azizlarim, bundan tashqari bizlarni yengil bo'ling kursimizda sizlar tanigan eng taniqli O'zbekistondagi eng zo'r psixologlarni darsliklarini biza yozib olganmiz. Ulardan motivatsiya olib, ozishingiz yanayam quvonarli, yanayam yengil bo'ladi, xudo xolasa. To'g'ri. Rahmat kattakon opa, sizga manzur kelganidan, siz natija olganingizdan xursandmiz. O'z maqsadimiz ham shu, insonlarni yoshartirish, ayollarga go'zallik energiyasini oshirish. Boringizga shukur. Rahmat kattakon. Siz ham boringizga shukur. Sizni uchratgan Allohga shukur. Rahmat. Rahmat. Ishlaringizga rivoj. Azizlarim, hozirgi mana kelgan mehmonimiz boshqalardan tubdan farq qiladilar, chunki bular hali kursimni tatib ko'rmaganlar. Mani xuddi sizlar hozir mana darsimni ko'rganinglardek 3 kunlik darslik qilganman. Ana shu 3 kunlik darsimda o'zlariga xulosa qilib garmonlar ilmini o'rgangan holatda men bergan maslahatlar, ya'ni bozorlik videosini ko'rganlardan keyin o'zlari produktda qilib zo'r natijaga erishgan ekanlar. O'sha haqida gapirib bering. Mani ismim Nazokat, men Osiyo Ismoilovani 3 kunlik vebinar darslaridan o'zimga kerak bo'lgan xulosalarni olib, garmonlarim ustida ishlab, defisitlarimni o'zim bilib, hammasini to'g'ri ovqatlanishga bo'lgan ilmni olib, hech qanaqa qiynalmasdan, o'zimni urintirmasdan, fizический nagruzka qilmasdan turib, 2 oy ichida 12 kilo vazn tashlashga erishganman. O'zim analizlarimga qiziqib, insulin gormoni topshirib ko'rganimda 27 ligini ko'rib qo'rqib ketganman va Osiyo Ismoilovani darsliklaridan harakat qilib, kerak bo'lgan hamma maslahatlariga amal qilib, insulin gormonimni 12 ga tushirib, hattoki men o'zimdagi insulin balandligidan qandli diabet уже boshlanganligini ko'rib qo'rqib ketganman. Keyin shularni hammasini baravar boshlaganimdan keyin hozir qandli diabetim ham yo'q bo'lib ketdi, xudoga shukr. Oldin ko'p marotaba ozishga harakat qilib ko'rganman, lekin har xil grechkali, qatiqli kunlar, sutli kunlar, ular hammasi men jonimga tegan. To'g'ri, ularda ham ozgincha vazn yo'qotganmiz, lekin 2 baravar semirib olganman. Bu vebinarni ko'rmasimdan oldin men 90 kilodan oshiq edim. Hozir 77 kilodan pastman, xudoga shukr. Bemalol hammaga tavsiya qilaman. Osiyo Ismoilovani dietalaridan men hamma yoli sirlar, yoli go'shtlar, dumbalar, jizzalar, shashliklarning yog'ini olib tashlardik, dumbalarni olib tashlardik, semirtiradi deb o'ylardik. Yo'q, bular hammasi bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar, oshimizga to'g'ri yordam beradigan mahsulotlarligini men o'zim bildim va oila a'zolarimga ham shuni hozir bemalol tavsiya qilyapman. Men xamir ovqatni ham non bilan yeydigan inson edim. Shirinliksiz umuman tura olmas edim. Ayniqsa kechqurun ujinlanib, kechqurun yotar oldidan ho'l mevalarni bir talinka qilib, chiroyli qilib kesib olib kelib, yeb uxlaydigan inson edim. Hozir bular hammasi noto'g'ri ekanligi, hammasini o'z vaqtida yeb olsa ham bo'lishi mumkinligini hammasini o'rganib oldim. Shirinlikka bo'lgan xohishim hozir ancha yo'qoldi. Men shu 3 kunlik vebinarda shunchalik vazn tashlab, shunchalik o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim. O'ylaymanki, bu 2 oylik marafonda bundan ko'ra ko'proq natijalarga erishib, bundan ko'ra ko'proq bilim olishimizga biz ishonamiz. O'zimdagi defisitlarimni, gormonlarimni yo'lga qo'yib, analizlarimni tekshirtirib boramiz. 2 oylik kursda sizlar bilan kursdosh bo'laman degan umiddaman.